Angliyaning ayol podshoh Elizabeth nomli aviamatkasi tunji qatim Yaponiyada to'xtadi. Mayda Angliyadan yo'lga chiqqan aviamatka va to'shig'uchi paraxod poytaxt Tokioning janubidagi Amerika dengiz armiya bazasi Yokosukaga yetib bordi. 2022 yillik Dünya Longxi Janubiy Amerika rayoni tanlash musobaqasining bir qismi sifatida Braziliyada o'tkazilgan Braziliya-Argentina musobaqasi Braziliya Sahiya atirdining maydoniga kirib argentinalik futbolchilarga mudohala qilish sababidan to'xtab qoldi va kechiktirildi. Venezuela hukumati va o'qituvchi vakillar ikkinchi qatimliq suhbat uchun yana bir qatim ko'rishdi. Venezuela prezidenti Nicolas Maduroning vakillari va o'qituvchi vakillar qatnashgan ikkinchi bosqichliq suhbat yana Meksikada boshlandi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti, ya'ni NATOning bosh kotibi Jens Stoltenberg, Rossiya va Xitoy xalqaro jamiyatning boshqa a'zolari bilan birlikda Afg'onistonning terrorlik tashkilotlarining o'z maqsadi uchun shiltilgan joyga aylanishining oldini olish kerak dedi. Yana bir tarafdan Yaponiya tashqi ishlar ministri Toshimitsu Rossiya va Xitoyni o'z ichiga olgan holda G7 davlatlar bilan Afg'oniston masalasi haqida yig'in o'tkazish niyatini o'tirg'a qo'ydi. Armeniyaning ishg'oliyatidan ozod qilingan Ozarbayjonning Fezoli shahrida yasalgan yangi aerodromda sinov uchishlar davomlashmoqda. Qarabaq nomli aeroplanda axborot xodimlari Bakudan Fezoliga to'shildi. Safarga 35 minut vaqt ketdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres Gvineyadagi harbiy siyosiy o'zgarishni qattiq ayblaydiganligini e'lon qildi. Guterres askarlarni prezident Alfa Kondeni darhol qo'yib berishga chaqirdi. Germaniyaning poytaxti Berlinda 17-navbatlik chiroq bayrami boshlandi. O'xshamagan san'atkorlar tayyorlagan badiiy va ko'rinishli rasmlar yuqori aniqlikdagi 3 o'lchamlik projektorlar bilan muzika tankashlikida shaharning simvoli bo'lgan 75 binoga aks ettirildi. Rossiya tarafidan yutib olingan Qrimdagi xohlagancha qo'lga ilishlarga qarshi norozilik davomlashmoqda. Ukraina poytaxti Kiyevda Qrim Tatar Milliy Majlisining muavin raisi Nariman Slalni o'z ichiga olgan 5 Qrim tatorining qo'lga ilinishiga qarshi namoyish o'tkazildi.